Bitta ko'p farzandli ota-onadan so'rashgan ekan. Qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz deb so'rashgan ekan. O'shanda nima deb javob bergan bilasizlarmi? Qarzini qutulgancha qarzdorini, katta bo'lgancha kichkinasini, safardan kelguncha safardagisini, o'lguncha hammasini degan ekan. O'sha o'lguncha sevadigan ota-onamiz uchun zo'r sovg'a topib qo'ydik. Makka-yu Mukarramada 84-eshik yonida shunday binoga kiramiz. Binoga kirishimiz bilan Ahmad parfyumini topamiz. Makka-yu Mukarrama va Madina-yu Munavvaradan topsa bo'ladigan yana bitta narsa Ravzani hidi keladigan atirda. Ahmad parfyumsiz kiysanglar, voy, mana Ravzani sog'inganlar bo'ladi-yu. Ota-onalarimiz qarib qoldim, borolmayman bolam, lekin o'sha hidni sog'indim, o'sha ashusheni sog'indim deydigan bo'lsa, bemalol olsanglar hadiyaga bo'ladi. Undan tashqari Hajatul Asvad deysizlarmi yokida Ka'ba bo'shga surtiladigan kisva bor-ku, kisva o'shani hidlarigacha bor. Xohlasangiz mushkambar, xohlasangiz sepiladigan. Bu Ahmad parfyumida bor-ku, 25 yillik tarixga ega. 2000-yildan mana boshlab 2025-yilgacha davom qilayotgan dunyo brendiga aylangan o'sha atirlarda ko'p assortimentlar bor. Meni nomimdan kelsanglar deyapti, 20% 50% ga Shokir aka sizga chegirma qilib beramiz deyapti. Xullas, meni videomni ko'rsatib kelsanglar, maza qilib skidkada. Bu videoni Makka Mukarrama, Madina Munavvaralarga kelayotgan qarindoshlarga jo'natamiz, umraga kelayotganlarga. Undan tashqari videoni tagiga bir raqamini yoki omad so'zini yozib qoldiringlar. Mana shularning ichidan bitta hadya olib boraman. Xudo xolasa 15-yanvar kuni jonli efirda sovg'alarni aniqlab sizlarga beramiz. Buning uchun videoni tarqatib, istoriyalarga davet qilib, kommentariyani ko'paytirib tashlanglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Like bosishni unutmanglar. Rahmat. Ko'rsataymi? Word Makka degan kesinglar, so'rab ko'ringlar. Hidi boshqacha ekan. Toifda shunaqa bir gul bo'lar ekan. Ana kisvaga Ka'ba bo'shga surtiladigan hidda ishlanadigan gul bor ekan Toifda. Shu gulni hidi bo'lar ekan. Albatta kelganinglarda so'rab ko'ring, shunaqani ham topsa bo'lar ekan.